Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Men Buxoro davlat pedagogika instituti maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti boshlang'ich ta'lim kafedrasining o'qituvchisi Xudoyberdiyeva Nurxonova bo'laman. Bugun o'qish savodxonligi fanidan boshlang'ich sinfda liro-epik asarlar ustida ishlash metodikasi bo'yicha mulohaza yuritamiz. Ushbu mavzumizda badiiy tahlilda adabiy turga xos xususiyatlarni hisobga olishning zarurligi, liro-epik turdagi asarlarni tahlil qilish yo'llari, masal janridagi asarlarni o'qitish metodikasi kabi masalalarni ko'rib chiqamiz. Badiiy tahlil muvaffaqiyatli chiqishi uchun tekshirilayotgan asarning qaysi turga mansubligini bilish, hisobga olish juda muhim sanaladi. Adabiy tur tushunchasining mohiyatida tahlilning kaliti yotadi. Negaki adabiy tur va janr xususiyatlar badiiy asar tabiatini belgilaydi. Turli janrdagi adabiy asarlarni tekshirilganda tahlil usullari mutlaqo o'zgarib ketmaydi, balki tahlilchining asarga yondashishi, munosabat tarzi o'zgaradi xolos. Shunday ekan, har bir badiiy asar takrorlanmas va tamomila o'ziga xos estetik hodisaligi, ayni vaqtda u o'z turdoshlariga xos umumiy jihatlarga egaligi uchun ham tahlilda adabiy turga xos belgilarni hisobga olish zarurdir. Adabiy turni 3 turga bo'lib o'rganamiz: lirik tur, epik tur hamda dramatik turlarga bo'lamiz. Lekin bizda ularga xos bo'lgan yana boshqa turimiz liro-epik tur kabi turimiz mavjud. Va liro-epik turda bizda lirik asarlarga xos bo'lgan xususiyat, epik asarlarga xos bo'lgan xususiyatlarning jamlanmasi xususiyatlari bo'lgan turlarni kiritamiz va bunday turlarga faqatgina doston janrini olishimiz mumkin. Lekin boshlang'ich ta'lim o'quvchilariga doston janrlari to'liqligicha o'rgatilmaganligi bois biz masal janrini ham liro-epik turga xos, ya'ni yaqin turgan janr sifatida olishimiz mumkin. Masal janri bu majoziy xarakterga ega bo'lgan qisqa hikoyacha bo'lib, lirik usulda ham, epik usulda ham yoziladigan qisqa tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan asar hisoblanadi. Uning asosiy qahramonlari turli hayvonlar, narsa buyumlar bo'lishi mumkin. Bular ramziy majoziy ma'noda qo'llanib, insonlarning fe'l-atvorlari, xarakter xususiyatlari ga ishora sifatida keltiriladi. Masalning asosiy jihati shuki, u to'liq ma'noda tarbiyaviy maqsadga yo'naltiriladi. Masalning ertakdan farqli jihatlari juda ko'p. Masal kabi ertaklarda ham hayvonlar obraz bo'lishi mumkin, lekin masalda namuna sifatida ko'rsatiladi. Ya'niki, mana shunday ishni amalga oshirsak, natijasi mana bunday bo'lishi mumkin kabi namuna sifatida xulosalar keltiriladi. Masaldan izoh masallardan namunalar sifatida olganmiz. Quyidagi slaydlarda yovvoyi echkilar bilan cho'pon kabi masallar berilgan. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga masalni tushuntirish borasida, tushuntirish jarayonida masal haqida yozuvlar, masal haqidagi rasmlar bilan tushuntirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki bolalarda ko'z xotirasi rivojlangan bo'lib, bola ko'rganini tezroq qabul qilish xususiyatiga ega bo'ladi. Yovvoyi echkilar bilan cho'pon masalani tahlil qilish jarayonida ularga suratlarni ko'rsatiladi va suratlardan keyin al-qissa, ya'ni qissadan xulosa chiqarishni o'rgatiladi. Misol uchun, yovvoyi echkilar va cho'pon masalaning xulosasi yangi do'stlarni eskilardan afzal tutmaslik. Zero yana yangi do'stlar orttirilganda siz ham eskilardan bo'lishingiz mumkin kabi xulosalarni chiqarish mumkin. Keyingi masalamiz kiyik bilan tokzor masalamiz. Kiyik bilan tokzor masalani ham tahlilida suratlari o'quvchiga ko'rsatib boriladi va undan chiqarilgan xulosa keltiriladi. Kimki o'ziga yaxshilik qilganlarga yomonlik sog'insa, u albatta Xudoning qahriga yo'liqqan. Ushbu hayotdagi lavha yaxshilikka hamisha yaxshilik bilan javob qaytarishga undaydi kabi xulosalarni chiqaramiz. Bo'ri bilan laylak masalada esa bo'rining naqadar badfe'l kishilarning xarakteriga xos ishora sifatida olish mumkin. Ayrim badfe'l kishilar yomonlik qilmaganlarning o'zini yaxshilik qilganga yo'yadilar kabi xulosa bilan keltirishimiz mumkin. Bolalarga berilishi mumkin bo'lgan masalalardan biri burgut, zaxcha va cho'pon masala ham kiradi. Burgut, zaxcha va cho'pon masalalarini o'qish jarayonida bolalar behuda chiranish, beni chiqarish mumkin ekanligini, o'zingdan zo'rroqlar bilan bellashaman deb chiranganing bilan hech ish chiqara olmasligini, kulgi bo'lib qolishini o'qitiradi. Ushbu masalalar bolalarning hayot tarzini o'zgartiradi, hayotga bo'lgan qarashini kengaytiradi, fikrlarni
dunyoqarashini kengaytirishga yordam beradi. Xo'sh, masalalar haqida bilimlarni oshirish uchun turli xil topshiriqlar beriladi va bu topshiriqlarga misol uchun quyidagi hikmatlarga mos masalning nomini yozing kabi topshiriq berilishi mumkin va bolalarga masal haqida namunalar keltirilib, mana shu ushbu hikmat qaysi masalga taalluqli ekanligini so'rab olish orqali masalaning haqidagi bilimlarni mustahkamlash mumkin. Misol uchun, kimki o'ziga yaxshilik qilganlarga yomonlik qilsa bo'lsa, u albatta Xudoning qahriga yo'liqqay kabi xulosa qaysi masalga taalluqli ekanligini yoki ayrim badfe'l kishilar yomonlik qilmaganlarning izini yaxshilik qilganlarga yo'yadilar. Ushbu masalalar ushbu hikmatlar qaysi masalalarga tegishli ekanligini bolalar topishi kerak. Masalalardan tashqari masalnavis ijodkorning hayoti va ijodi haqida ham qisqacha ma'lumotlarga ega bo'lishlari uchun 5 ta savol, kichkina savollardan va soddaroq tuzilgan savollarni ham berish mumkin. Misol uchun, milodan avvalgi 6-asrda quldorlik tuzumi paytida Yunonistondan qullar orasida yetishib chiqqan donishmand kim soddaroq bo'lgan savollar bilan murojaat qilishi mumkin. Ushbu masalnavis ijodkor izod ekanligini bolalarga chiroyli qilib tushuntirish va masal haqidagi bilimlarni egallashga, mustahkamlashga xizmat qiladigan savollar bilan murojaat qilish mumkin. Ushbu qisqacha ma'ruzamizda yetkazib bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur.